Uyimni tomini ko'rib qolib yig'lab qolmay deb tomga chiqmay o'tiribman. Yorim bilan gaplashganda xafa bo'lib o'tirmasdan IELTS topshirib ko'ringchi, 10-15 kun tayyorlanib deydi. Oppa, mana menga kunlarni tezlashtiradigan maqsadcha. Har kuni full practice qilaman va italyan tilimga ham jiddiyroq qarayman endi. Singillarim enagaligidan foydalanib bemalol dars qilsam bo'ladi. Bisola, axir siz dam olishga kelgan disko deysizmi? Bilaman. Kuniga 3-4 soat ishlarimga sarflab, qolgan 20 soatni xohlagan joyimga borib maza qilib o'tkazsam bo'ladi. O'tgan yil topshirganimda 7,5 olgandim, bilasiz. Odamlar 9 olyapti. La demang. Boshqa odamlar bilan ishim yo'q meni. O'zimning harakatlarimdan ko'nglim to'ladi. Sekin bo'lsa-da o'syapman. Eng muhimi, o'zim uchun nimadir qilaman har kuni. Bu yerda tabiiyki mening shaxsiy xonam va dars stolim yo'q. Qaysi stol bo'sh bo'lsa, o'sha yerga borib o'tirib olaman. Kun davomida 2-3 marta qizimga ovqat tayyorlab beraman. Ovqatga injiqroq, o'zim qattiq nazorat qilmasam bo'lmaydi. Bu maqsadcha men uchun juda ham kerak edi. Bo'sh qolib, ro'zg'origa aralashib, singlimni jahlini chiqarmasdan, yorimga qaytaman deb yig'lamasdan, tinchgina fokusimni alishtiraman. Eng muhimi, o'zim sevgan ovqatlarni har kuni zakaz qilib, maza qilib yeyapman. Men mehmonman, yaqinda ketaman, qadrimga yetishinglar zarur deb singdirganim uchun onam ish ham buyurmayapti. Toshkent 11-kun kunlarim yaxshi o'tyapti. Meni kuzatganingiz uchun katta rahmat.